Qaynanalar qo'ymaydi doktorga murojaat qilishga qanaqadir og'riqlar bo'lganida yokida yosh kelinlar uyalishadi. O'zini kasalvan deb aytishadi atrofidagilari, uydagilari. Kasal ekan, yosh bo'lib turib, kecha mani uyimga tushib turib, doktorga chiqaman deyapti, ko'kragini ko'rsataman deyapti, deb kasal ekanda bu o'zi tegi og'rirkanda ko'kragi buni. Demak, qizligida ham og'rib yurgan buni ko'kragi. Mana shunaqa gaplardan qo'rqishadi kelinlarimiz. Chiqishmaydi, murojaat qilishmaydi. Masalan, uyda o'zligi kimdan nima eshitsa shuni qo'llab ko'rishadi. Mashhur hamma narsaga davo bo'lgan menavaziyni surishadi hamma joyligiga. Buni normal holatda qabul qilishadi, chunki unga boshqa bilgan odam shunaqa tavsiya bergan. Lekin men praktikamda ko'rganim eng achinarlisi bu tavsiyalarni demak obrazovanный doktor odamlar ham beradi. Menavaziyni suring deyishadi bironta. Davosi bo'lsa kerak-da. Masalan, ko'rgan odam surgan bo'lishi mumkin-da, yozishingiz mumkin kommentariyaga. Men surganman, zo'r bo'lgan deb. Unga nima deyapti? Yo'q. Masalan, menavaziyni aynan bo'g'im sohalariga ishlab chiqilganligidan xabarim bor. Lekin bizani ko'kragimizda boya aytganimdek, yog' to'qima, bez to'qima, biriktiruvchi to'qima bor. Rak bizada demak bez to'qima va biriktiruvchi to'qimadan rivojlanuvchi kasallik hisoblanadi. U surgan menavaziyimizni u yoqda qizdiradigan effekt beradi. To'g'rimi menavaziy? Men ko'p ishlatmaganman. Shu bir marta qaynonamga surib qo'yganim esimda. Ular ishlatadi, yosh qotillar ishlatadi asosan. Demak, o'shanda qo'lim qizigan, shuni bilganman. Demak, bu qizdiruvchi effektga ega, to'g'rimi? Lekin o'sha yosh kelinchi hali ko'kragida nima kasalligi bor, nimasi yo'qligini bilmasdan turib, chunki erta bo'lishi mumkin, kistichkalar bo'lishi mumkin, mayda adenozchalar bo'lishi mumkin. Adenozchalar bu bez to'qimani ko'paygan sohasida. Etga bizni qizdiruvchi effektli narsa suradigan bo'lsak, etda qon aylanishi yaxshilanib ketadi-da, kuchayib ketadi-da. Etda qanaqa proliferatsiya ketishini biz bilmaymiz. Qanaqa qilib hujayralar bo'linib ketib qolishini bilmaymiz. Chunki bizani ko'kragimizga narsa surishimizdan tashqari bu yoqdan boshqa omillar ham bor-ku, rak chaqiradigan. Rak faqatgina bitta narsani ketidan rivojlanib ketmaydi. U ko'plab omillarning qo'shilishi ta'sirida natijasida rivojlanib ketadi. Shuning uchun men har xil narsalarni surmasdan, uyalmasdan, yoshligiga qaramasdan, qanaqa yoshda bo'lishidan qat'iy nazar shifokorga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Bilmaydigan ayollarimiz bo'lsa, yoshlarni qo'llab-quvvatlashligini, tushunishligini, o'zini sog'lig'idan xavotir olayotgani bu normal holatligini qabul qilishligini o'sha ko'rayotgan kuzatuvchilardan so'rab qolar edim. O'shaning uchun kelinlarga ruxsat beringlar chiqib shifokorga murojaat qilishiga.